Yaponiya bilan Avstraliyaning Xitoyga qarshi harbiy kelishimi qo'zg'atildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta rayondagi vaziyat, Xitoyninki kengaymichiligi, Xitoyning kun sari bu rayonda o'ktamlik qilish sababli dunyo davlatlari albatta har xil mudofaa kelishimlari davomli kun tartibida turayotgan masalalarning biri. Bu qatim Yaponiya mudofaa vaziri Shinjiro Koizumi bilan Avstraliya mudofaa ministri Richard Marles 18 aprel suhbat o'tkazib, to'xtam imzolashi natijasida ikki taraf o'rtasidagi qiymati 7 milliard dollarga yetadigan qurol yarog' sotib olish kelishimi rasmiy qo'zg'atildi. Albatta bu xabar Reuters, Kyoto o'xshash davlat xabar agentliklarida berildi. Mazkur kelishimga asosan Yaponiya Mitsubishi Ig'ir sanoati 2029-yildan boshlab Avstraliya Xan jamiyati dengiz armiyasiga Yaponiyada yasalgan darajasi yuksaltirilgan 3 dona qo'g'dug'uchi paraxodni topshirib beradi ekan. Ya'ni 2029-yildan boshlab topshirdi. Qolgan 8 paraxod Avstraliya tavalligida yasaldi ekan. Mazkur urush paraxodlari boshqa urush paraxodlarga suvosti paraxodiga zarba berish, havo mudofaasi qatorliq ko'p xil jang qilish iqtidoriga ega ekanligi mazkur bu kelishim bilan to'xtam tuzilgan paraxodlarning bu salohiyatga, bu sifatlarga ega ekanligi bildirildi. Bu kelishim bultur 8-oyda o'ttirg'a qo'yilgan bo'lib, mazkur harbiy to'xtam Yaponiya 2014-yili qurol yarog' eksport cheklamasini bekor qilgandan buyongi eng muhim qurol yarog' sotish savdosi hisoblanadi ekan. Hammamizga ma'lum, Yaponiya bu Yaponiyaga selingan kishandamda hamda o'zininki qurol sanoatini yoki harbiy kuchini kengaytirmaslik, taraqqiy qildirmaslik masalasi bo'lg'ashqa. Bu 2014-yildan keyin bo'lib qurol yarog' eksportni cheklamasini bekor qilgandan buyon imzolangan eng cho'ng, eng muhim qurol yarog' sotish savdosi deb qaraldi. Xabarda qayd qilinishicha, Avstraliya bu paraxodlarni Hind Tinch okeanidagi muhim dengiz savdo liniyalariga hamda Shimoliy dengiz tavalligiga o'rinlashtirib, Xitoyning mazkur rayonlarda kun sari kengayayotgan harbiy mavjudligiga taqobil turishni planlagan. Albatta, bulardan sirt Yaponiya dengiz qo'g'inish armiyasining Kuldirmami nomli muhofazachi paraxodi kelishim imzolanishidan bir kun burun Tayvan bo'g'oziga kirgan edi. Bu Sanoat Takaichi bosh vazirligi saylangandan buyon Yaponiya qo'g'inish armiyasi paraxodining tunji qitim Tayvan bo'g'ozidan o'tishi bo'lib, Xitoy o'z vaqtida buningga ham qattiq norozilik bildirgan tamizga ma'lum bo'lgandek.